Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Salomatsizlarmi? Mana kechagi suvni yerdan hozir ulandi. Bundaqa saydin yenasi bilan ulab, hozir dalshi suvni qarab tartib ketildi mana. Mana yerda. Hozir boshini ko'ramiz. Qayergacha bordi ekan. Mana oxiridan chiqayotgan suv. Sekundiga 7-8 litr haydayapti hozir mana shu turishda. Mana tiniq suv mana yergacha keldi. Hozir merga necha kilometr bor? 2 bor a? Yo'q, ana hozirgi kelgan yerdan. 3 ga bor a. Ha, mana shu yergacha hozir kecha 700-800 metr olib kelindi, mana bugun 2 kilometrga mana olib kelindi. Ha, havolar chiqyapti. Ulab olib kelindi. Ha, chiqyapti. Xudo xolasa